Bir sezonda do'stlarim Islom akam bitta trakkerda pulini qilib qo'ydi. Hozir vatandoshlarimizga Islom akam bilan birgalikda uy sharoitida ham, O'zbekistonda ham 12 ta viloyatdan turib saqqa qilsa bo'ladigan biznes haqida gaplashamiz. To'g'rimi aka? Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, Mahmudjon obunachilari. Islom aka, nima yangilik? O'zbek xalqi uchun aka yangi bizneslarni hali ham qilyapmizmi aka? Bizda yangi bizneslar qilyapmiz, hali ham nima yangiliklar bo'lsa qilyapmiz. Narxlari ham mana qo'ldan kelgancha tushiryapmiz. Hech narsa tushmadi shu paytgacha. Lekin biz ilojini qilib tushiryapmiz. Xalqimiz uchun. Xalqimiz uchun. Faqat bitta like bosib qo'yib, poddesh qilsin. Chunki qo'shni davlatlar ham ko'radi. Chiroyli komment yozib turib, omad uka desa, biz ham iloji boricha odamlar tarafimiz. Misol uchun bitta summaga 3 xil, 4 xil biznes o'rganib ketsin deb, ash taraflarni o'ylab chiqyapmiz-da biz ham. Endi Islom aka, siz ham mana Rossiyaga borgansizda, to'g'rimi aka? Ha, borganman. Musofirda yurgan akalarimizga yaxshi niyat qilib O'zbekistonga kelgan bo'lsa, narx-navosini kelishtirib berasizlarmi aka? Musofirda yurganlar yozib qo'ysin, Rossiyadan ko'ryapman, Qozog'istondan ko'ryapman deb. Narxini musofirda ancha chiroyli qilib beraman. Shuni deb Rossiyadan ko'ryapman, komment yozsa, kommentga atvet qilamiz yoki telefon qilsin, Telegram, WhatsApp, imo hamma yo'q bor. Mana shu ekrandagi nomerlarda telefon qilsa skidka qilib beraman. Tamam. Qo'ldan kelgancha skidka qilib beraman. Tamam. Lekin gap Mahmudjon. Do'stlar, bitta klass bosib qo'yinglar, o'zbek xalqimiz uchun yangi biznes, bitta sezonda bitta trekkerni indamay olaverasizlar. Hammalarga nasib qilsin akalarim, bitta klass bosib qo'yinglar. Qani aka, nima bu endi deganlarga? Yana do'stlar, aka, nima bu apparat endi, Islom aka? Bu gazovli apparat. Oldin eslasangiz 3-4 yildan beri video qilamiz. Gazovli apparat отдельный. Pena bu apparat отдельный. Tomga pena qo'sh apparat отдельный-da. Xo'p. Hozir biz bitta narxga 3 xil biznes qilib qo'yganmiz. Mana, misol uchun xohlasa gazovli chiqaradi. Xohlasa pena bloy chiqaradi. Pena bloy gipsa bloy degan, O'zbekistonda pena bloy yo'q, uni ham tushuntirib qo'yishgan. Sababi Rossiyadagi pena bloy bilan bizning pena bloy farqi nimada desa, bizdagi mono pena bloy gipsdan qilinadi. Rossiyada shuni oq sementdan qilinadi. Bizda oq sement yo'q, bo'lsa ham qimmatroq. Aslida gips, lekin buni ham mustahkam, mana qana eshitsin. Tashlab chiqarish iloji bor. Gap yo'q. Mahmudjon, ko'p video bo'lsa odamlar ko'rmayapti, tez olamizda. Aslida mana bular komplekt narxi 1600-1700 sotilgan. O'tgan dollar 1280-90 paytdan 1600-1700 sotilgan. 1200-1210 da hozir kurs. Endi 10-15 ming aqaba qo'yish uchun 1,5 ming qilib qo'yganmiz. Mana aka. Bittadan like bosib qo'yinglar. 1,5 ming dollarga nimalar bor deganiga kompressor yangi, korobka Xitoy, mikser, bu ham yangi Xitoy. Rastor bochka, keyin mana pena generator, hop, mishalka. 3 ta qolip. Qoliplar oldin gazovlarda bittadan kesilarda, bilasizlar, uzun bo'ladi, bittadan kesib ajratadi. Hozir hammasini listi bor. Shunda kesmasdan qo'ysa bo'laveradi. Keyin suv yo'mkisi bor. Suv yo'mkisi suv nasos, ten, suv datchik hamma yo'g'i bor. Mana shu yerda mana qarab turing. 1, 2, 3, 4 mana arrasi bor, tepasini olib tashlagani 5, 6, 7, 8 1,5 ming qilib qo'yamiz, Mahmudjon. 1,5 ming dollar. Dastavkasi mana qilamiz. Kelishilgan narxda, vodiyda bo'lsa besplatniy yetkazib beramiz. Lekin voha tarafga ham misol uchun bitta qo'shimcha apparat chiqib qolsa, iloji boricha qilib beramiz. Bu degani vodiy voha ajratmaymiz. Qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat qilamiz, Mahmudjon. Agar bir komplektni o'ziga bo'lsa, qoplamay qoladi. Ikki komplekt bo'lsa, ya sherik chiqib qolishi mumkin-da. Bittasi Surxondaryodan telefon qilsa, bittasi Qashqadaryodan qiladi. Ana shunaqada yengilroq tushadi. Tamam. Mahmudjon, endi ketadigan narsalar haqida nima mahsulotlar ketiladi deydi bunga. Qarang. Nima ketadi desa, gazobloka, sement, qum, alyuminiy pudra, kalsiy soda ketadi. Pena bloka, gips, sement, pena ketadi. Penasi oddiy uy sharoitidagi idish yuvadigan geldan qilsa ham bo'ladi. Spesialniy Xitoy parashogi ham bor. Xolos bundan qilinadi. Komplekt narxi 1,5 ming qilib beramiz. Ustanovka o'rgatib qo'yishlar ham bor. Tushunarli. Xo'p, bemalol aka, o'rganaman deydiganlarga o'rgatib ham qo'yamiz, to'g'rimi? O'rganaman deydiganlarga o'rgatib ham qo'yamiz. Endi qarab turing.
oldingi komplekti gazoblok o'zi kattaroq qilib liniya qilaman men. Faqat gazoblok chiqaraman. Penablokga talab kelgan. Men gazoblokka qiziqdim deganlarga $1,500 katta mishalka, ikkita qolip, shablon, arrasi, suv, bir tonnay suv nasos hamma yo'qlar bor. Bu narxi ham $1,500. Buni ham vodiy bo'lib dastlabki beramiz. Qolgan vodiylar kelishgan narxda avtomat reysga. Hali o'tgan 10 ta 20 ta qolipi bor. Buyerga avtomat reysga ololmayman, yanaga olaman deganga avtomat reyskani o'zi ham alohida sotiladi Mahmudjon. Yoki anida kompressor, mikser bo'lsa, uni ham olib qolamiz-da, ustalar bo'ladi uyda kraskachadan shunaqalar olib qolib turib yengilroq qilib beramiz. Tamom do'stlar. Endi qarabdim, bu tarafda menga gazoblok kerak emas, ha? Penablok o'zini chiqaraman. Yengilroq kerak deganga, mana $800. Nimalari bo'ladi deganga alohida tushuntirib qo'yaman. Qarang, kompressor, mikser kelasi ham Xitoy. Lekin 3 oydan garantiyasi bor. Biz odamlarni podeshcha qilib nima qilsa, mana Xitoy narsani sotmaymiz-da, o'zimizda ham ishlab chiqara olamiz mashinamizni. Faqat podeshcha kerak. Like bosib boshqa qilib shunaqa. Qisqa $800 bilan O'zbekiston bo'ylab dastavka. 70-75 ga ham 90-95 partiyaga ham, Qashqadaryo, Surxondaryoga ham, Qoraqalpog'iston, Xorazmga ham $800 ichida dastavka. Bizda yana bitta taraf bor. Aka, $100 tashlab bering, $200 tashlab bering deyilmaydi. Sababi hozir mashina ko'payib ketgan. Ha? O'zimizda o'zbek puli 100 ming so'm zakat bersa, qolgan pulni uyda beradi. Yo'q uka, men uyga olib kel, o'rnat, ustonovka qilib quyib ko'rsat, uyda butun qilib ketaversa, unaqa ham kelishaveramiz. Odam biroz lavziga ham ishonaveramiz. Tamam. $800. Yevro qolib, penablokki Lego, turbali Lego. $1000 O'zbekiston bo'ylab dastavka. Legosi mana. 950 da bo'ladi dastavka. Jimana akalar. Arzonlating endi aka xalq uchun. $900. O'zbekiston bo'ylab yevro qolib, 3 tona oshib qilgan baquvvat. Bizda har bitta gazoblok, penablok qolipdagi listimiz 3 li rossiyskiy list lazerda kesiladi Mahmudjon. Ko'ring, $900. Bu ham $800 Mahmudjon. Yana misol uchun video kamroq bo'lyapti. Yana tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa ekran nomeri qilib beramiz. Misol uchun ba'zi odamlar aytadi, bundan o'zi foyda qoladimi, yo'qmi deydi. Telefon qilsa nima ketishini hamma yo'qni tushuntirib qo'yaman. Bir dona gazoblokdan hozirgi kunda 5000 so'mdan toza foyda qolyapti. Gazoblok sexlarda 15 kunga o'chirt bor. O, ko'ryapsizmi? Kamera yaqinlashtirib qo'ying. Biz ko'pchilik aytadi, pul apparat sotadi deydi. Faqat apparat sotmaymiz, o'zimiz ham ishlab chiqaramiz. Mana do'stlar, ko'rdingizmi? Qoplar klientga yomg'ir yoqqan uchun klientga o'rab qo'yganmiz. Mana katta liniya o'rnatyapmiz o'zimizga ham. Qaranglar do'stlar. Kerak bo'lsa, ana polniy zavod ham qilib beramiz. Gap yo'q. Bu tomonda do'stlar mana butun boshli polniy akalar zapasni xohlaganinglarcha zakaz qilaverasizlar. Keyin videoda yo'q qoliplar kerak bo'lsa, ha? Yoki o'zini razmerida qolib bo'lsa, gazoblok katta qolibini o'zini olaman desa, anaqadan qilib beramiz. Kichkina qolibni o'zini qilib beramiz, unaqa ham qilib beramiz Mahmudjon. Xo'p, aka bitta savol, konkret. Gazoblokni ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan akalarimiz oyiga o'rtacha nechta pul daromad qiladi? Penablokka o'rtacha nechta pul daromad qiladi? Tomga lombos qilish bo'yicha nechta pul daromad qiladi? Ashuni ham aytib o'taman Mahmudjon. Qarang. Mana hamma yo'q aytish kerak-da, chunki odam olib turib, qanaqa nima ketadi demayman. Faqat like bosib, podeshcha qilib, mana shu joydan ko'ryapman deb turib, bitta podeshcha qilib ishlarga omad uka deb qo'ysanglar, bizni qo'shni davlatlar ham ko'ryapti, gap yo'q deydi. Ko'p videoda chet o'zi qo'shnilar o'zimizgilar zo'r lekin boshqa davlatda ham gap yo'q O'zbekiston deydi-da, o'zimizga ham podeshcha qilish kerak. Chunki mana Xitoy ham bir-birini podeshcha qilish uchun mashinaga keldi. O'zbekiston ham уже 20% kelib bo'ldi Xitoy ham. Ha qarang. Gazoblokda bir donasida 5000 so'mdan qoladi, 3 ta qolibda bir kunda 2 marta aylantirsa bo'ladi, xolos. Ya'ni nima aytib qo'y. Chunki apparatni o'tkazib olguncha emas-da. Bu degani 3 tadan bo'lsa 18 ta, abitgacha 18 ta, abitdan 36 ta qo'yadi, xolos. Qolib ko'paytirsa, yana qo'shilaveradi. Yozgi kunida 3 martagacha aylantirsa bo'ladi, xolos. Endi penablok qanaqa quyiladi desa, gipsablokga bir kunda mana shu 3 ta qolibi bilan 200 ta 250 tacha quysa bo'ladi Mahmudjon. Tamam. Yo'q, menga penablok kerak emas, gazoblok o'zimni qilaman, desa, misol uchun, mana narsalarni olib qo'yib turib, o'rniga qolib qo'shib beramiz. 4 ta qolib bilan bo'ladi, $1,500 bo'ladi, faqat gazoblok qo'yaveradi Mahmudjon. Lekin aka-uka o'zlari quysa, rasxoti xolos telefon qilsa rasxot qilib beraman. Vodiyda tayyor bo'lyapti, 8000 so'mlik mahsulot ketyapti.
Ha, 8 ko'chada sotilishi 16 ming sotilyapti. 50 Xohlagan ga joyda, ha, xohlang. Endi ishchi ishlataman yoki ikkita Rossiyadan deporti bor ukalarim bor yoki Rossiya bormayman, zerikdim, ota-onam oldida mana shu O'zbekiston biznes qilaman deyayotganlar bo'ladi-yu. Ana shunaqada 10 ta qolib olsa, misol uchun 10 ta qolibimiz komplekt narxi $2400 bo'ladi. Abitgacha 60 ta, abitdan keyin 60 ta. 120 tami? 120 tadan 8 ming so'mdan qolmasin Mahmudjon. 6 ming so'mdan qolsa qancha bo'ladi? 600 ming plus 720 ming. 720 ming bo'ladi. 720 ming foyda qolyapti. Minimal 720 ming. 10 kunda 7 million 200 ming aka. 21 million oyga bemalol topsa bo'ladi va topib ham yurishdi do'stlarim. Nomerlar pastda aka, manzilimiz Namangan viloyati aka. Ha, Uchqo'rg'on tumani. Do'stlar, niyat qilib qo'yinglar, sizlarga ham xuddi shunaqangi avtomashinalar, mana shunaqangi zavodlar ishlab chiqarib, xalqqa, yurtga foydasi tegadigan insonlar. Mahmudjon yana bitta narsa qolib ketdi. Video kaltaroq bo'lib qoldi. Ana ko'p qilmadik. Ekranda tushunmagan ma'lumot bor. Uka, qancha kilogramm, qancha manaqa ketadi deb bemalol telefon qo'yamiz. Kechqurun 10 da qilamiz, 11 da qilamiz. Aka, abit qilyaptiram deyish yo'q bizda. Yoki tushunmagan o'zi apparat bo'lsa ham telefon qilsa, yordam beramiz, qo'yishlari ham. Qo'limizdan biz nima bilsak, klientlarga ham xuddi ash narsani o'rgatib qo'yamiz. Bo'laveradi aka. Gap so'z yo'q, sog' bo'ling. Qadrdonlar, o'zlariga ehtiyot qilinglar. Poddeshka uchun bittadan like bosib, uka ishlariga omad deb qo'ysanglar, 10 sekund vaqt ketadi. Like bossa 2 sekundda bossa bo'ladi. 2 sekund ketadi. Bitta bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga. Tamam, sog' bo'linglar akalar. Ketdi mana zakazlarimiz Qashqadaryoga. $5000 tavallar.